hech qachon agarda sizda shunaqa narsa kuzatilayotgan bo'lsa, noto'g'ri mutaxassisga bormang. Vaginizmni tuzatishni yagona yo'li bu psixoterapiya va yosh turmush qurgan, jinsiy aloqa birinchi martada o'xshamagan yokida o'sha jinsiy aloqa bo'layotganda og'riq his tuyg'usi bo'layotgan bo'lsa, man nimani tavsiya qilaman? Tavsiya qiladigan narsam soft lubrikantini aloe veraligi. Mana bu narsa eng kerakli narsa yosh kelinchaklarimiz uchun, ya'ni juftliklarni spalnisida, o'sha to'shagida, tortmasida turishi kerak bo'lgan narsa. Chunki bu nimaga aloe veraligi deyapman? Bu aloe vera vоспаление, ya'ni o'sha yallig'lanishni oldini oladi. Birinchidan, ikkinchidan, agarda qandaydir og'riq bo'lsa ham, o'sha og'riq holati bo'lsa ham, buni surilsa, o'sha og'riqni oldini oladi va o'sha lidokain, xuddi sepgandek, lidokain surgandek, o'sha og'riqni, spazmni oldini olib, jinsiy aloqani og'riqsiz, yumshoq ketishiga yordam beradi. Baribir любой nima yosh kelinchakda, hali tajribasi yo'q ayolda, tajribasi yo'q o'g'il bolada ham qo'rquv, hayajon bo'ladi. Bu tabiiy holat. Shuning uchun ham albatta shunaqa kerakli gadjetlarni ishlatishni o'rganinglar. Bu narsa yomon narsa emas yoki gunoh narsa emas. Bu sizni sog'lig'ingiz, sizni jinsiy hayotingiz. Chunki jinsiy hayot agarda boshidan chiroyli, bir-biringizni tushungan holda yoqimli bo'lsa, kelajakdagi hayotingiz, kelajakdagi вообще turmushdagi sizni atmosferangizda o'sha ob-havo hammasi shunga bog'liq bo'ladi.